moliya ommabop degan kreditimiz bor, inklyuziv bor. Tushunasizmi? Bu ham 50 million so'mgacha beriladi. Xotin-qizlarga 24%dan 3 yil muddatga 6 oy imtiyoz davri. Erkak kishiga 25%, ayol kishiga 1% o'g'atasi borda. 50 milliongacha beriladi. Undan tashqari moliya ommabop degan kreditimiz bor. Zalog bilan beriladi 100 million so'mgacha. Moliya ko'mak. Moliya ko'mak 100 million so'mgacha garov bilan beriladi. Bu bank plasi kartasiga tashlayveriladi. Bu ham xuddi muddati, shu muddatga 3 yilga 6 imtiyoz davri bilan beriladi. Mana 50 milliongacha degan kreditimiz kafillik asosida beriladi-da. Savol tug'ilishi mumkin. Sug'urta polisi bilan berilmaydimi? Sabab boshqa banklarda sug'urta polisi bilan beradi. Yo'q, sug'urta polisi bilan berilmaydi. Faqat shu shaxs kafilligi yoki bo'lmasa kafil bo'lmasa garov asosida beramiz. 50 millionga. Agar kafil topa olmagan taqdirda, sabab kafil topish oson, lekin skoring o'tadigan kafil topish qiyin-da. Sabab kredit olgan bo'lishi mumkin. Sizga kafil bo'lishga rozilik bildiradigan odam ko'p bo'lishi mumkin. Lekin skoring, ya'ni analizdan va tahlildan o'tadigan kam chiqishi mumkin-da. Shuning uchun agar kafil bo'lmasa, garov asosida beramiz. Bu ham bo'yiga o'sha chorvachilik, parrandachilik, issiqxona, tikuvchilik, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, umuman qonunda belgilangan Qanday tadbirkorlik qonuniy faoliyat turlariga avtomobil ham qo'ysa bo'ladimi? Garovga ham? Yaxshi savol. Garovga nima qo'yiladi degan savolingizga, garovga ikki xil narsa olamiz. Ko'char va ko'chmas. Ko'char mulkka endi bo'yiga bilasiz bo'yiga. Mashina bo'yiga asbob-uskuna kirishi mumkin. Ko'chmas mulkka faqat noturar uy-joy, noturar bino. Uy-joy ham olishingiz mumkin. Qachonki o'sha deylik Yarlak Soqovakan nomida ikkita uy bo'lsa. Ikkita uy bo'lsa, bittasida faqat Soqovakan o'zi propiskada turib, bu yerda boshqa hech kim propiskada turmasa, ikkinchisini olishimiz mumkin. Yili qanday yiliga bormi? Moshinadami? Moshinda ishlab chiqarilgan yili oxirgi kredit muddatidan kelib chiqadi-da. Kredit muddatidan kelib chiqadi. 3 yildan. 3 yildan oxirgi 5 yillik bo'lishi kerak. Oxirgi 5 yillik bo'lishi kerak. Oxirgi 5 yil degani bilan u hujjatni ko'rish jarayonida kredit muddatiga bog'liq degani, misol uchun 3 yillik kreditlar bor, 7 yillik kreditlar bor-da, sababi. Sababi moshinda o'zi, ya'ni texnikani kredit bo'lmasligi kerak demoqchisiz-da, to'g'rimi? Shunday. Amortizatsiyasi 20% bo'ladi-da. Yangi moshin yiliga 20% eskiradi. Eskirish qiymati 20% bo'ladi. 5 yilda o'zi nol qiymatga teng bo'ladi-da, unda bir iqtisodiy tomondan oladigan bo'lsangiz. O'shaning uchun kredit muddatidan kelib chiqib, oxirgi 5 yillik ichida bo'lishi kerak bo'ladi. Bu degani kamida 21 bo'lishi kerak-da, kamida. Kamida 21 bo'lishi kerak garovga olishimiz uchun. 20 ham o'tadi, endi mashina statsiyasiga qarab va ishlab chiqarilgan yildan 5 yil o'tib ketmagan bo'lishi kerak. Keyin bu yerda noturar bino, aytdikki do'kon, keyin ofis binolari, har xil ishlab chiqarish binolari bu noturar bino hisoblanadi. Shularni garov sifatida olish mumkin.